Hozirda faqatgina mana shu muvozanatli va muvozanatsiz bo'yicha ko'rib o'tamiz. Bilamizki, muvozanatlining o'zi qanday ko'rinishda? Qanday bo'lishi kerak? Ya'ni bilamiz, ikki n to'plamda heterozigotik holatda, ikki n yani muvozanatlikni birinchi ko'rib o'tamiz. Ikki n holatda, demak, genotipimiz A ko'rinishda bo'lsa, u poliploidiya, ya'ni 2 hissa oshiriladi. Oshirganda, ya'ni 4n. 4n, ya'ni muvozanatlikni ko'ryapmiz. 4n dan, ya'ni mana bu holatga o'tadi. To'rt n to'plamga ega bo'ldi. Va shu tarzda, demak, buni ham 2 hissa oshiradigan bo'lsak, 4n emas, endi 6n bo'lsa. Demak, 6n. 3 ta katta A, 3 ta katta A va 3 ta kichkina A. Demak, yana 2 hissa oshirdik. Va buni ham yana 2 hissa oshiradigan bo'lsak, endi 8n bo'ladi. 8n. Mana shu tomonga yozaman, pastga yozaman. Demak, 8n da 8n. 4 ta katta A va 4 ta kichkina A. Mana shu ko'rinishda. Endi muvozanatliga keladigan bo'lsak, 3n ko'rinishda qanday bo'lishi mumkin? Endi bularda muvozanatsiz bo'ladi. Masalan, aytaylik, demak, 3n ko'rinishda gametalarimiz mana bu holatda bo'ldi deylik. Mana shu holatda bo'lishi mumkin. Yokida deylik, mana bu holatda. Ya'ni bitta kichkina A holatda ham bo'lishi mumkin. Yokida mana bu. Mana bitta kichkina ikkita kichkina A qo'shiladi, demak, mana shu holatda, demak, yoziladi. Yokida mana bu. Yo'q, kichkina. Mana shu holatda. 5n da, demak, 5n to'plamda 5 ta. Masalan, deylik, mana bu holatda. Kichkina bitta kichkina A bo'lishi mumkin. Yokida mana bu holatda ham bo'lishi mumkin. Mana bu, demak, endi 4 ta katta A emas, endi 3 ta katta A, 2 ta kichkina A bo'lishi mumkin. Kichkina A. Yokida mana bu holatda, mana xullas shu kabi davom etadi. Har xil ko'rinishlari bor. Ya'ni u masalada berilish, aytilishiga qarab, demak, ishlanib ketilaveradi. Mana bu holatda bo'lishi mumkin. 7n ham xuddi shunday, ya'ni har xilcha shaklda, ya'ni masala shartida qanday aytilgan bo'lsa, o'sha ko'rinishda ishlab ketaversak bo'ladi. Demak, endi bularni gametalarni, ya'ni mana bu organizmlarni har birini bildik. Endi ulardan gameta olamiz va o'shalar gametaning son topishli formula yordamida o'rganamiz. Burada yozib o'tdim. Demak, mana bu holatda. Ya'ni ikkita katta A va ikkita kichkina A ko'rinishda. Mana shu to'plamda, demak, gameta sonini qanday topamiz va gameta xilini. Mana bu joyda birinchi nechta gameta hosil bo'lishini topib olishimiz kerak. 1 2 3 4. 4 ta, demak, 4 ta gen bor ekan. Mana bu bunda nechta gameta hosil bo'lishini topishimiz uchun, demak, kichkina A'larda ko'paytmasini, katta A'lar ko'paytmasiga bo'ladigan bo'lsak, demak, nechta gameta hosil bo'lishi o'sha tarzda topsak bo'ladi. Masalan, aytaylik, kichkina A'larda, masalan, kichkina A'lar ko'paytmas. Ustiga raqamlab olamiz birinchi. Raqamlab olganimizda o'sha kichkina A'larning ko'paytmasini katta A'larning ko'paytmasiga bo'ladigan bo'lsak, demak, nechta gameta hosil bo'lishi soni kelib chiqadi. Masalan, birinchi kichkina A va katta A.
Demak, kichkina a'larni katta a'larga bo'ladigan bo'lsak, ya'ni ko'paytmasini ko'paytirsak, demak, 3 ni 4 ga ko'paytiramiz. 3 ni 4 ga ko'paytiramiz. 3 ni ko'paytiramiz 4 ga. Katta a'lar esa 1 ni ko'paytiramiz 2 ga. Demak, bizda hosil bo'ladi 3 ga 4 12 taqsim 2. Nechta gameta hosil bo'ladi? Demak, gametamiz 6 ta. Demak, mana shu 4n to'plamidan 6 ta gameta hosil bo'lishini bilib oldik. Endi ulardagi gametalarni va gametalar sonini qanday topamiz? O'shani ko'rib o'tamiz. Birinchi, katta A, kichkina A. Bilamizki, muvozanatlida, demak, bu 4 metasi 2n to'plamli bo'lishi kerak. Ya'ni 2 barobar kam bo'ladi. Masalan, mana bu holatda. Va mana bu holatda, heterozigota holatda va gomozigota resessiv holatda bo'ladi. Mana bu katta A'lar. Mana shu holatda, demak, bunda formula yordamida, o'sha formula faktorial yordamida, demak, topishni o'rgataman. Nechta gameta hosil bo'lishini. Qarang. Formulani hozir keltirib chiqaramiz. Mana shu joyga yozaman. Katta A, yo'q. Katta A, kichkina A. Mana shuni yozdik. Endi 4n to'plam. Katta A, kichkina A. Shu holatda edi. Bizda faktorialimiz mana bu. M taqsim n. Ya'ni M faktorial n faktorial qavsida m minus n faktorial. Mana shu formulada ishlab ketamiz. Tezda ishlash usulida, ya'ni qarang. Bundan gameta xilini topgandik boya. Mana katta A va gametani bittaga kamaytiramiz. Katta A, kichkina A mana. Endi bu gametadan nechta hosil bo'ldi? Buni boya bilgandik. Mana shuni qo'yamiz, qarang. Demak, mana bu organizmdagi katta A'lar sonini hisoblaymiz. Mana bu m ning o'rniga katta A'lar, ya'ni organizmdagi 4n to'plamidagi katta A'larni mana bu kichkina m ning o'rniga qo'yamiz. Mana bu gametadagi katta A'larni esa n ning o'rniga qo'yamiz. Esda saqlab qoldingizmi? Qarang, eshiting. 4n, ya'ni so'ralgan, mana berilgan organizmdagi katta A'larni kichkina m, mana bu m ning o'rniga qo'yamiz. Nechta bo'lsa, o'sha raqamni. Gametasidagi katta A'larni esa mana bu kichkina n o'rniga qo'yamiz. O'shani ketma-ketlikda ko'rib o'tamiz. Qarang. S, m va n. Demak, organizmda katta A'lar, demak, 2 faktorial va mana bu gametadagi ham 2 ta katta A bor. Demak, n ning o'rniga 2 ni qo'yaman. X faktorial qavsida 2 minus 2. Chunki mana bu n ning o'rniga ham 2 qo'ydik. Va faktorial. Demak, ko'paytmasi 2, bunda ham 2, chunki ayirsak 0, buni o'zi 2 bo'ladi. Demak, bitta. Mana bundan bitta gameta hosil bo'lar ekan, ya'ni katta A, katta A'dan. Endi bunda S, M va N teng bo'ladi. Qarang. Tepadagi organizmda 2 ta katta A bor. 2 ta katta A. Mana bu M ning o'rniga qo'ydik. 2 faktorial. Endi pastdagi gametada esa bitta katta A bor.
Demak, 1 faktorial. Va qavsida m minus n edi, ya'ni 2 minus 1. Demak, faktorial. Va ko'paytiramiz, ya'ni kvadratiga oshirib olamiz. Necha chiqsa o'shani kvadratga oshiramiz, chunki ikki xil gen bo'lganligi uchun. Qarang. 2 bo'ladi. Mana bu 2 dan 1 aytsak 1, 1 dan 1 ga ko'paysa baribir 1. Ya'ni 1 bo'ladigan bo'lsa, demak, bunda 2. Va o'shaning kvadratini olamiz. Chunki bunda ikki xil gen bo'lganligi uchun o'shaning kvadrati demak 4. Demak, 4 ta bunda gameta bor ekan. Endi mana bu uchinchisiga. Demak, s m va n teng bo'ladi. Endi tepadagi katta alarimiz 2 faktorial. Mana bu pastda katta alarimiz yo'q. Men mana shu joyda bir narsa aytib o'tib ketishim kerak edi. Demak, 0 faktorialimiz teng bo'ladi 1 faktorialga. Mana shunda demak foydalanib ketamiz. Demak, bu yerda katta a yo'q bo'lgani uchun 1 faktorial deb ketsak bo'ladi. Ya'ni 1 faktorial. Va ayiramiz. Ya'ni 2 minus 1 yana faktorial teng bo'ladi. Demak, ayirsak hozir bu 2 minus 1 demak 1 2 bo'lishi kerak. Mana bu 0 bo'lishi kerak. Mana bu 0 bo'lsa mana bu 0 bo'lishi kerak. Buni 2 bo'lar ekan. Mana bu ham 1 2. Demak, bunda ham bitta. Mana. Demak, bu bitta bo'ldi. Bu birinchisi edi. Ya'ni 4n to'plam. Endi mana shu joyga 6n ni yozib ketamiz. Demak, ikkinchisi 6n. 6n to'plam. Undagi genotipimiz mana bu holatda bo'ladi. Ya'ni muvozanatlikni ko'rib o'tyapmiz. Demak, 3 ta katta a, 3 ta kichkina a. Mana shu holatda bo'ladigan bo'lsa, endi uni gameta oladigan bo'lsak, gametamiz kam, ya'ni 3n to'plamga ega bo'lishi kerak. Demak, 3 ta gen olamiz, ya'ni 3 xil gen. 3 talik gen desak ham bo'ladi. Demak, birinchi katta a va endi kattani bittaga kamaytiramiz. Katta a, kichkina a, katta a, mana bu kichkina a, kichkina. Birinchi bundan nechta gameta hosil bo'lishini bilib olsak bo'ladi. Qanday bilib olamiz? Ya'ni resessivlarning ko'paytmasini gametlar ko'paytmasiga bo'ladigan bo'lsak, nechta gameta olishini bilib olsak bo'ladi. Ya'ni 1 2 3 4 5 6. Mana raqamlab olamiz o'zimiz. Ya'ni nechta hosil bo'lishini shunchaki topadigan bo'lsak. Masalan, mana shu joyda ham bilsangiz bo'ladi-da. Masalan, nisbati qanday bo'ladi desak, mana shu nisbatdan topib ketsak bo'ladi. Ya'ni ko'paytmasini, resessiv ko'paytmasini gamet ko'paytmasiga bo'ladigan bo'lsak, nechta gameta hosil bo'lish kelib chiqadi. O'sha gametani 2 ga ko'paytirib, demak, birni ayiradigan bo'lsak, o'sha nisbat, ya'ni fenotip nisbatga to'g'ri keladi. Faqatgina fenotip nisbat so'ragan vaqti. Qarang. Kichkina a'larimiz va katta a'larimiz ko'paytmasini bo'lamiz. Shunchaki birinchi nechta gameta hosil bo'lishini bilib olishimiz mumkin-da bu usulda. Qarang. Kichkina a'larimiz 4, ko'paytiruv 5, ko'paytiruv 6. Endi katta a'larimiz 1, ko'paytiruv 2, ko'paytiruv 3.
Ay, demak 20 6 120. 120 ni bo'ladigan bo'lsak, demak 6 ga yokida mana bunday qilsak ham bo'ladi. Buni qisqartiradigan bo'lsak 6 qisqaradi 2. 4 kira 5 20 bo'ldi. Mana 20 holatda. Demak 20 ta gameta hosil bo'lar ekan. Mana shu 6 n to'plamimizda. Endi o'sha 20 ta gameta qaysidan nechta hosil bo'lganini bilishimiz uchun mana bu faktorial formuladan foydalanamiz. Mana bu formulada. Qarang. Birinchi mana buni topamiz. Ya'ni bu. Boya aytdim. S M va N. Mana bu M mana bu organizmdagi, ya'ni o'sha berilgan organizmdagi katta A'larning soni. Mana bu N esa gametadagi katta A'larning soni. O'shani esdan chiqarmang bo'ldi. Mana bu berilgan organizmdagi M berilgan organizmda katta A'larning soni, N esa gametadagi katta A'larning soni, to'g'ri. Qarang. Berilgan organizmda katta A'larning soni, demak 3 ta. Biz uni 3 faktorial bilan belgilaymiz. Va gametamizdagi katta A'larning soni ham 3 ta. Ya'ni uni ham 3 faktorial bilan belgilaymiz. Va qavsida 3, ya'ni berilgan organizmda katta A'lar soni va minus n, ya'ni 3 va faktorial. Endi buni topadigan bo'lsak, mana bu ayirlar 0 bo'ladigan bo'lsak, baribir 1 kelib chiqar ekan, mana 1. Chunki 1 2 kira 3 6, 6 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak 1 kelib chiqar ekan. Demak, bu gametamizdan bitta gameta, ya'ni bittagina shu gameta hosil bo'lar ekan. Endi bundan nechta? S M mana shu formula va N formuladan foydalanamiz. Qarang. Berilgan organizmdagi katta A'lar soni, demak 3 ta. Uni 3 faktorial bilan belgilaymiz. Va gametamizdagi katta A'lar soni 2 ta. Demak 2 faktorial. Va qavsida m minus n edi, ya'ni 3 ayru 2 bo'ladi. 3 minus 2 faktorial. Endi buni to'g'ri ko'paytirib hisoblab ketamiz. Chunki faktorial nimaligini bildik. 2 kira 3 6 bo'ladi. Ayirsak 1. 6 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 3. Va aytganimdek, boya buni ham kvadratga oshirgandik, chunki bunda har xil genlar bor. Katta A va kichkina A bo'lgani uchun uni, demak, kvadratini hisoblashimiz kerak. Ya'ni 2 xil gen bo'lsa, kvadratini oshiradigan bo'lsak, demak 3 kira 3 9 ta. Mana bundan 9 ta gameta hosil bo'lar ekan. 9 chiroyli yozdim. Endi pastdagi gameta S M va N. Tepadagi organizmimizdagi katta A'lar soni 3 faktorial 3 ta edi. Pastdagi gametamizdagi, mana bu gametamizdagi katta A'lar soni, demak bitta. 1 faktorial. 1 faktorial. Va ayiramiz. Demak 3 dan 1 ni ayiramiz. 3 minus 1 va faktorialga olamiz. Hisoblaymiz. 2 kira 3 6. Demak mana bu 1. 3 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak 2. Demak 6 ni yana 2 ga bo'lamiz. 6 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 3 kelib chiqadi. Chunki bunda endi buni ham kvadratga oshirishimiz kerak. Chunki bunda 2 xil demak nima bor? Gen bor. Demak bu ham 9 ta. Bu ham 9 ta. Endi oxirgisi. Va n. Demak tepadagi katta A'larimiz soni 3 faktorialga teng edi mana. Va kichkina gametadagi katta A'lar soni 0, ya'ni yo'q. 0 ni biz 1 ga tenglashib oldik. Ya'ni 0 faktorialimiz 1 faktorialga teng. Ya'ni 1 faktorial deb yozsak bo'ladi. Va ayiramiz 3 minus 0. Ya'ni chunki 0 o'zi. Chunki bunda katta A'lar yo'q. Va uni endi faktorialga olamiz. Demak 3 bo'ladi. Demak yo'q, 3 emas.
2 3 6 6. 6 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak 1 bo'ladi. Bunda ikki xil gameta ya'ni ikki xil gen bo'lmagani uchun faqatgina birning o'zi, ya'ni kvadratga oshirishimiz kerak emas. Mana. Endi qaraydigan bo'lsak, demak 10 ta va bunda ham 10 ta. Ya'ni yig'inimiz demak 20 ga teng. Ya'ni bundan 20 ta gameta hosil bo'ldi. Mana bizdagi tepada ham topgandik. Birinchi bo'lib 20 ta gameta hosil bo'lganligini. Endi bu masala shartlar so'raladi. Masalan, 6n to'plam bilan 6n to'plam bilan 4n to'plamning chastitirilgan deb oladigan bo'lsak, demak 4n to'plamni mana bu joyga yozgandik. O'shani hisoblab, demak fenotip katakchasini yozib, fenotip va genotip nisbatlarini topsak bo'ladi. Uni hamma bilsa kerak. Faqatgina mana shu ko'plar qiynaladigan joyi o'sha gametalar sonini topish edi. Endi 6n topdik, endi 8n ham ko'raylik mayli. 8n to'plamga ega. Demak, bilamiz, unda 8 ta gen bo'ladi mana. 4 ta katta A va 4 ta kichkina A bo'lishini bilamiz. Mana shu tarzda. Endi undan gameta olishimiz kerak. Qanday gameta? Ya'ni bu gametani hamma olishni bilsa kerak, faqatgina demak o'sha sonda chalkashar edik. Mana bu holatda, ya'ni birinchi 4 talasini yozib olamiz. Mana 4 ta. Va endi bitta A qo'shamiz, kichkina A qo'shamiz. Mana va bitta kichkina A qo'shildi. Keyingisida yana bitta kichkina A qo'shiladi. Mana ikkita kichkina A bo'ldi. Keyingisida esa yana bitta kichkina A qo'shiladigan bo'lsa, demak 3 ta kichkina A bo'lar ekan mana. Va oxirgisida mana 4 ta kichkina A bo'ldi. Endi bunda ham birinchi nimani topib olsak bo'ladi. Siz bo'ladi degan savolni topib olsak bo'ladi. O'shaning uchun boya o'rgatganimdek, resessiv sonni, demak dominant soniga, ya'ni ko'paytmasiga bo'lsak, nechta gameta hosil bo'lishini bir pasda topsak bo'ladi. Ya'ni 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. Endi bular ko'paytmasini mana 4 ta dominantniki, mana bu 4 tasi resessivniki. Endi kichkina A ni va katta A. Mana kichkina A ni yozadigan bo'lsak 5 ko'paytiruv 6 ko'paytiruv 7 ko'paytiruv 8, pastga 1 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 4. Ya'ni bu katta A'larning ko'paytmasi, ya'ni sonning ko'paytmasi. Nechta? Buni hisoblaydigan bo'lsak, mana bu x qisqaradi, bu qisqardi. Mana bu qisqarsa, bu qisqaradi, 2. Demak 35 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, demak 70 ta bo'ladi-ku. 70 ta gameta hosil bo'lishini bilib oldik mana. Ya'ni bundan 70 ta gameta hosil bo'ladi. 8 dan to'plamdan 70 ta gameta hosil bo'lishini bildik. Endi o'sha gametalarimizdan nechtadan hosil bo'lishini topishimiz kerak. Ya'ni mana bu qaysi gametadan nechtadan hosil bo'lishini. O'sha formulamizdan, ya'ni tepada o'rgatgan formuladan foydalanib o'tamiz. Demak, davom etamiz. Qarang, barchasini bir-birlar topamiz. Ko'rib o'taylik. Keyin muvozanatsizga o'tib ketishimiz mumkin. Chunki vaqt hal bor ekan. Qarang. Birinchi mana buni topadigan bo'lsak, birinchi katta A'larni topamiz. O'sha formula, ya'ni faktorial formulasidan foydalanamiz. Sm va n. Bu katta kichkina m deb aytdim. Mana bu organizmda, berilgan organizmdagi katta A'lar soni. Mana bu n esa gametadagi katta A'lar soni. O'shani eslab qoling. Va takror aytaman. Eslab qolishingiz uchun. Endi mana bu m. Mana bu m. Mana tepaga yozib qo'ygandim. Ya'ni m
faktorial. n faktorialning o'rnida demak 4 faktorialga ega. Gametamizdagi kattalar ham 4 faktorial. Va bilamizki, qavsida m minus n edi. Ya'ni 4 minus 4 degan. Bu faktorial olamiz. Buni hisoblaymiz. Hisoblaydigan bo'lsak, necha kelib chiqadi? Ya'ni o'sha sonlarni ko'paytmasi. Birma-bir ko'paytmasini ko'paytirib, mana pastdagi faktorialni ham mana ayirsak. 4, 4dan 4ni ayirib qo'ysak, bo'lib qo'ysak 1 bo'lar ekan, masalan. 1 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 4. Mana buni bo'lamiz 1 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 4 ga. Mana bu ayirsak 0 bo'lib ketar ekan. Demak 1 bo'ladi. Buni bildik. Chunki ikki son ham bir xil. Bitta. Mana bunda bitta gameta hosil bo'lar ekan. Endi bunda mana bunda nechta gameta hosil bo'ladi? O'shani topishimiz kerak. Demak s faktorial, ya'ni m taqsim n. Qayerdan kelyapti? O'shani yana mana bu joyda ifodalab ketaman. Tushunarli bo'lish uchun. Ya'ni m faktorial va n faktorial qavsida m minus n va faktorial. Endi men yana takrorlab aytaman. Mana bu m da mana bu organizmdagi kattalar soni. N esa, ya'ni kichkina n harfi gametadagi kattalar soni. O'shani tushunib oling. Endi tepaga yozaman. Kichkina m ning o'rniga organizmimizda 4 ta katta bor. O'shaning uchun 4 faktorial deb yozyapman mana. Endi n, ya'ni kichkina n harfida. Mana bu gametamizda ikkinchi gametamizga qaraydigan bo'lsak, 3 ta katta a geni bor. Demak, uni 3 faktorial deb olsak bo'ladi. Va qavsida m minus n, ya'ni 4 minus 3. 4 minus 3 va faktorial. Qarang. Mana bu ko'paytmasi necha bo'ladi? 1 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 4 bo'ladi. Pas 1 ko'paytiruv 3 2 demoqchi edim. 2 ko'paytiruv 3. Mana bu ayirmasi 1, ya'ni ko'paytiramiz 1. Demak, mana bu qisqaradigan bo'lsa, endi mana 4 birga bo'lsak 4. Ya'ni mana shu joyda yana bir narsani aytib o'taman. Bunda ikki xil, ya'ni katta a bor, kichkina a bo'lganligi uchun uni kvadratini oshirib olamiz. Demak, 4 ga 4 16. Mana bu gametamizda 16 ta ekan. Endi pastda ham tez o'tib ketaman, qarang. sm n demak, tepada 4 faktorial, pastda 2 ta. Qarang, 2 ta katta bo'lgani uchun uni 2 faktorial deb olamiz. Va qavsida 4 minus 2. 4 minus 2 va qavs tashqari faktorial. Mana faktorial belgisini qo'ydik. Endi buni ishlaydigan bo'lsak, 2 qarang. Mana bunday bo'ladi. Hozir yozdim sal. Qarang. Hozir. Mana demak 1 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 4 bo'ladi. Pastda esa 1 ko'paytiruv 2 va mana bu ayirma ham 1 ko'paytiruv 2 ga teng. Bu ko'paytmani qisqartirib olsak, mana bu 12 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 6 bo'ladi. Bundan ham ikki xil gen bo'lganligi uchun uning kvadratini olamiz. 36 ga teng ekan bu. Demak, mana bu 36. Mana buni ham endi hisob topamiz. Qarang. Sm va n. Menimcha mana shu o'rgatayotganimni hozir ko'plar biladi.
bilmaganlar uchun o'rgatib ketyapman. Hozir boshqacha usullarni ham ko'ramiz. E'tibor berib turgan bo'lsangiz, boshqacha usullarni ham ko'ramiz. Faqatgina hozir bilmaydiganlar uchun o'rgatib ketyapman. Bularni menimcha ko'plar bilsa kerak. Ya'ni boshqacha usulda ham topib ko'rgan. Masalan, Pascal uchburchagi boshqalarda. Hozir qarang. Demak, tepada katta alarimiz yozmay tursak, demak 4 faktorial. Pastdagi bitta katta A bor, o'shaning uchun 1 faktorial. Qavsida 4 minus 1 va faktorialga olamiz. Demak, ishlaydigan bo'lsak 1 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 4 va pastda 1 ko'paytiruv ayirsak 3 ning faktoriali. Demak, 1 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 3. Qarang. Mana bu 1 dan 3 gacha bo'lganlarni qisqartirib olamiz. Mana 1 dan 3 gacha bo'lganlarni qisqartiramiz va 4 bilan 1 qoldi. 4 ni 1 ga bo'ladigan bo'lsa 4, uni kvadrat oshiradigan bo'lsak, demak 16. Bunda ham 16 va mana bu oxirdagidan bitta hosil bo'ladi. Uni bilib olsak bo'ladi. Uni yozishim shart emas. Uni ko'rsatmay o'tib ketaman. Keyingiga o'tib ketamiz. Keyingimiz endi mana shu muvozanatning boshqacha holatlari. Ya'ni boshqacha holat. Ya'ni birinchi aytib o'tdim. Organizm soni 6 n bo'lsa, gametalar undan 2 barobar kam, ya'ni 3 n ga ega bo'lishi kerak. Demak, birinchi katta A'larni yozamiz. Mana katta A. Kattalarimiz nechta? 2 ta. Va uni bitta kichkina A ham qo'shishimiz kerak. Mana shu holatda bo'ladi. Va keyingisi mana kichkina A bo'ladi. Va mana shu holatda mana shu holatda gameta olinadi bo'ldi. Boshqa gameta olinmaydi. Endi faqatgina soni farq qilishi mumkin. Ya'ni nechta gametalar soni nechta deydigan bo'lsak, birinchi boyagini topishni o'rgatdim. Ya'ni mana shu holatda bo'lar ekan, ya'ni. Endi gametani yozadigan bo'lsak, mana o'sha gametani yozib qo'yaman. Qarang. Katta A, kichkina a, katta A, kichkina alarimiz. Demak, nisbatini yozadigan bo'lsam, bundan 4 ta, bundan 12 ta, endi bundan demak 4 ta. Mana shu holatda hosil bo'lar ekan. Mumkinmi? Eshitaman? Mana 6 n dedik-ku. Aha. Shu menimcha o'zgarmaydi menimcha. 4 n, 6 n, 8 n da masalan mana 4 n da 36 davlat chiqyapti. Keyin 6 n da boya ko'rdik 400 davlat chiqdi. 8 n da 4900 ta chiqyapti-da. Menimcha bu katta alarni yoki kichkinalarni 2 ga 4 qilib yoki 4 ga 2 qilib o'zgartirsak, menimcha bu organizmlar soni, jami organizmlar soni o'zgarmaydi menimcha. Shunday o'zgarmaydi. 20 ni 20 ga ko'paytiramiz, hozir 400 chiqadi, baribir. 400 chiqadi, to'g'ri, lekin. Hozir to'xtang. Hozir. 1 2 4 boyaginda ham haqiqatda, ya'ni 6 n da 20 ta chiqayotgan, to'g'rimi? Lekin e'tibor bersangiz, mana bu gametalarda farq qilyapti-da, qarang, gametalar sonida. Unda 6 n da boshqacha edi, ya'ni 1 9 9 1 midi o'shanday edi. To'g'rimi? Lekin bunda gametasida farq qilyapti. O'shanda gametasida qarang, sonda farq qilyapti. Ya'ni 4 12 4 nisbatda chiqyapti. Lekin boyagida 1 9 9 1 nisbatda edi. To'g'rimi? Shu holatda chiqyapti. Ya'ni gametalar, ya'ni 6 n da baribir 20 ta chiqar ekan. Faqatgina o'sha gametalar nisbatida farq qilar ekan. Da, shunaqa. Muvozanatsizga o'tib ko'ramiz. Muvozanatsizda davom ettirib ko'ramiz. Hozir men telefonim o'chib qoldi.
demak hozir ovoz yaxshi ishlayapti. Menimcha yaxshi. Muvozanatsizga o'tamiz. Hozir bu yozayotganlarimizni muvozanatsizda bilamiz. Bunda ya'ni bir juda ko'p murakkab bo'lgani uchun menimcha muvozanatsizdan hozir sertifikat imtihoni tushmaydi deb o'ylayapman. Chunki bunda ya'ni asosga ega emasda, ya'ni bir xil narsa, ya'ni juda ko'p e'tirozlarga sabab bo'ladigan joyi mana shu muvozanatsiz sanaladi. Ya'ni u nima? Ya'ni o'sha asosda aytib o'taman. Qarang. Lekin qisqacha tushuntirib o'taman. Ya'ni qanday gameta olish sonini o'shalarni aytib o'taman. Lekin bunda ancha vaqt talab etadi. O'shaning uchun tushmaydi deb ko'plar aytayapti. Men ham o'shalar fikrga qo'shilaman, chunki juda ko'p vaqt talab etar ekan. Qarang, muvozanatsizda bilamiz. Muvozanat o'z nomida aytib turibdi. 3n 5n 7n va hokazo shu tarzda ketadi. Ya'ni muvozanatsiz. Bu nima degani? Qarang. 3n to'plam bo'lganda qanday bo'ladi? 3n to'plam bo'lganda, ya'ni 3 ta mana bu holatda bo'lishi mumkin. Ikkita katta, bitta kichkina. Qaraydigan bo'lsangiz, ikkita katta va bitta kichkina. Ya'ni muvozanatsiz. Ya'ni kattalar ko'proq. Lekin boyagilarda muvozanat edi. 3 ta katta va 3 ta kichkina. O'sha holatda, ya'ni muvozanat holatda edi. Lekin bunda qaraydigan bo'lsak, kattalar ko'proq bo'lyapti. Bu 3n to'plamda. Mana bu 3n to'plamda edi. Ya'ni 3n to'plam. 5n to'plamda bu qanday? 5n to'plam qanday bo'lishi mumkin? Va 7n to'plamni ko'rib o'tamiz. 5n to'plamda mana bu holatda bo'lishi mumkin. Misol uchun har xil juda ko'p bo'ladi. Mana bu holatda deylik. Mana shu holatda ham bo'lishi mumkin. Yokida katta alarimiz 4 ta bo'lishi mumkin mana. Yo'q, katta alarimiz 4 ta. Mana shu holatda ham bo'lishi mumkin. Yokida deylik 3 ta katta, uni yozdik. Endi 2 ta katta bo'lishi mumkin. Mana 2 ta katta va 3 ta kichkina bo'lishi mumkin. Mana shu holatda ham bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Juda ko'p. Ya'ni qarang. Mana bu holatda ham bo'lishi mumkin. 4 ta kichkina bu holatda bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bu muvozanatga ega emas. Endi buni 3n to'plamga keladigan bo'lsak, mana shu holatda ham bo'lishi mumkin. Yoki mana bu holatda ham bo'lishi mumkin. Qarang. To'g'rimi? Endi 7n to'plamga keladigan bo'lsak, mana 7n to'plamda 7 ta bo'ladi. Mana. Xullas, mana bu holatda ham bo'lishi mumkin. Mana 5 ta bo'ldi. Mana muvozanatga ega emas, 7 ta bo'lyapti. Yokida mana qarang. 5 ta bo'ldi, 2 ta. Men bu bilan nima demoqchiman? Ya'ni bu 5n to'plam, 7n to'plam, bularda har xil aytish bo'lishi mumkin. Buni qanday bilib olamiz? Ya'ni masala shartida aytadi. Masalan, mana shu organizm deb qavschaga berib qo'yish mumkin. Ya'ni 4 ta dominant geni bor, bitta resessiv geni bor deb, ya'ni masala shartida o'zi aytib o'tiladi. Ya'ni mana shular borligini inovatga olgan holda aytadi. 5n to'plamli mana shu gameta deb qavschaga bergan bo'lishi mumkin. Ya'ni 4 ta dominant, bitta resessiv. Tushunyapsizmi? Yoki mana bu holatda berishi mumkin. Ya'ni qavschaga oladida bitta dominant geni bor, qolgani resessiv 5n to'plamli deb bersa ham bo'ladi. Ya'ni masala shartida o'sha berib ketadi. Hisobga oladi. Ya'ni tuzuvchi ham. Lekin biz o'shalarda masala tuzsa ham bo'ladi. O'shaning uchun bulardan gameta olishni o'rganib ketamiz. Qarang. Birinchi 3n o'rganaylik. 3ndan qanday 3n to'plamda. Qarang.
3n to'plam bo'lganda qanday bunda gametni olsak bo'ladi? Ya'ni gametni sonini ham topib o'tamiz. 3n to'plamda xuddi mana bu ko'rinishni yozaylik. Buni masalan mana shu ko'rinishni yozaylik, birinchi mana shu ko'rinishni. Ya'ni ikkita katta, bitta kichkina resessivni ko'rib o'tamiz. Mana bu holat. Mana shundan demak gameta va gameta sonini topamiz. Qarang. Bunda ham, ya'ni mana shunda ham faktorialdan foydalanamiz. Lekin bunda qarang. Bitta narsa bor. Bu aytganimdek muvozanatlikda gametalar unga nisbatan 2 barobar kam bo'lishi kerak edi. Kam bo'lishi kerak edi. Lekin bunda boshqacha bo'ladi, ya'ni boshqacha holat. n to'plamga 2n to'plam holatda bo'ladi. O'shanda 3 ga teng. Chunki 2 ga bo'ladigan bo'lsak 1,5 nisbati yo'q bo'lgani uchun, ya'ni n to'plam bo'ladi yoki 2n to'plam. Ikkalasi ham bo'lishi mumkin. Ularga misol qilib o'zaman, qarang. Mana shuni 2n deb birinchi yozaylik. 2n deb mana bu n deb yozaman. Qarang. O'shanga misollar yozaman. 2n da bilamiz, ikkita gen bo'ladi. Dominant ikkita gen bor ekan. Va uning bittasida resessiv ham bo'lishi mumkin. Mana shu holatda. Keyin n to'plamda dominant gen bor, mana dominant gen va resessiv gen. Demak 4 ta gameta olinar ekan. 4 xil gameta olinar ekan, lekin u sonni bilmaymiz. Sonni qanday topamiz? Sonini bu faktorial foydalanamiz, lekin faktorialda bunda ham birinchi endi resessiv bilan topamiz, ya'ni resessiv dominantligini, birinchi dominantligini topamiz va keyin resessivni topamiz. Keyin ikkisini ko'paytmasini hisoblaymiz. O'shanday qilib topib olamiz bunda. Qarang. Birinchi mana buni topadigan bo'lsak, ya'ni hozir ostiga chizib ko'rsataman. Mana. Ya'ni dominantligini mana shuni birinchi topamiz. S faktorial, ya'ni dominant bo'yicha hisoblaymiz birinchi. Dominant bo'yicha hisoblaymiz. S m taqsim n. Topadigan bo'lsak, dominantimiz 2 faktorial, 2 faktorial pastda ham 2. 2 faktorial taqsim 2 minus 2. Demak, faktorial oladigan bo'lsak. Bunda 1 ekan. Ya'ni dominant bo'yicha 1. Dominant bo'yicha 1 deb olsak, bunda resessiv yo'q. Bunda resessiv yo'q. Endi buni pastdagini topamiz. Pastda resessiv bor ekan. Ya'ni yo'q. Sm taqsim n teng bo'ladi 2n 2 faktorial, uzr. 2 faktorial dominant bo'yicha bunda bitta. Demak 1 faktorial. Va qavsida 2 minus 1. Va faktorial qilamiz. Hisoblaydigan bo'lsak, 1 2 ni 1 ga bo'lamiz. 2 ni 1 ga bo'lsak, demak 2. Endi bunda kvadratga oshirmaymiz, chunki dominantini ham resessivini ham alohida hisoblab topamiz. Bu hozir dominant bo'yicha, mana dominant A deb yozib qo'yaman. Dominant bo'yicha. Endi resessiv bo'yicha mana shuni topib ketamiz. Mana shuning resessivini topib ketadigan bo'lsak, qarang. M n teng resessiv tepada berilgan organizmda bitta bor. O'shaning uchun 1 faktorial deb olamiz. Berilgan pastda organizmda ham bitta borligi uchun 1 faktorial. Ayirmasi 1 minus 1 va faktorial olamiz. Demak, qaraydigan bo'lsak, 1 bo'ladigan baribir. Endi bu resessivdi. Mana shuning resessivi. Demak, dominant bo'yicha bu 2 chiqdi. Resessiv bo'yicha 1. Hozir ko'paytmasini yozamiz o'shani. Endi bularda faqat o'zini topib qo'yib olamiz. Ya'ni qanday? Sal teparoq ko'taraman. Qarang. Endi bularda hisoblaydigan bo'lsak, dominant bo'yicha hisoblaymiz. Mana bunda dominant bo'yicha m taqsim n. Dominantlarimiz 4 ta, 2 ta, 2 faktorial
2 faktorial. Pastda bitta dominant gen bo'lgani uchun uni 1 faktorial deb olamiz. Va 2 minus 1. Nechi bo'ladi? Buni faktorial olsak, 1, 2 ni 1 ga bo'lsak, bari 2 kelib chiqar ekan. Demak, bu 2 bo'lgan ekan mana. Mana shu 2 imiz, demak buning yoniga 2 yozib qo'yaman. Bunda boshqa yo'q bo'lgani uchun endi bu resessivni bo'yicha hisoblaymiz. S m taqsim n. Endi uni pastda ham hisoblayman. Tepada bitta 1 faktorial, pastda ham bitta 1 faktorial. Qavsida 1 minus 1 taqsim faktorial. Bar buni 1 chiqadi mana. Uni bildik. Demak, bundan bitta. Endi gametralar nisbati qanday bo'ladi? Gametralar nisbati sonni yozaman. Qarang, gametralarimiz mana shu holatda bo'lar ekan bunda. Bundan mana bu gametamiz. Mana bu gameta va mana bu gameta. Mana bu gameta. Katta A gametamiz va kichkina A gametamiz hosil bo'lar ekan. Endi ularning sonni 1 ni 1 ga 1 mana bundan bitta hosil bo'lar ekan, faqatgina. Buni 2 ga 1 2 dominant va resessiv bo'lganligi uchun, demak, alohida hisobladik buni. Mana bu joyda alohida hisobladik. 2 ga 1 2. Mana buning o'zi 2 ta mana. Va mana bundan ham bitta. Mana shu ko'rinishda demak topib ketamiz. Mana muvozanat poliploidiyadagi gametlar nisbat. Mana shuni ko'rdik. Endi mana bu 5n dan bittasini ko'rsataman. Keyin vaqtimiz yetsa digitrozigotalikni ko'rib o'tamiz. Digitrozigotalikni bitta ko'rsatib o'taman. U ham xuddi oson, mana shulardan asoslanib kelib chiqqan. 20 qancha vaqt bo'ldi? Demak, ishtirokchilarimiz bor. Necha kishi qatnashyapti? Demak, davom etamiz. Qarang. Endi yozadigan bo'lsak, 5 enlikning bittasini ko'rib o'taylik. Men misol keltiraman. Ya'ni o'shanga asoslan masalada berilganda shu asosda topib ketaverasiz. U hech qanday qiyin joyi yo'q. Bitta misolga ko'rsataman, o'shanga asoslanib. Ya'ni 5n to'plamda. 5n to'plam. 5n to'plamda qarang. Misol uchun yozaman. Qanday genotip bo'lishi kerak? Katta A, katta A, katta A, kichkina A, kichkina. Qiyin bo'lmaydi, mana shu holat. Har xil holatda yozsa ham bo'ladi. Mana shu yozamiz. Qarang. Bu 5n to'plam bo'lganligi uchun, uni ham demak qulay, ya'ni 3n bilan 2n deb hisoblab olsak bo'ladi. Qarang. Mana shu holatga o'tib olamiz. Deylik, buni 3n deb olaylik. Va mana buni 2n deb olsak bo'ladi. 2n. 2n to'plam bo'ldi. Qarang. Endi ularni gameta oladigan bo'lsak, gameta yozaman. 3 ta. 3 ta katta A'si bor ekan. Va endi undan bitta resessiv qo'shamiz. Mana bunda esa 2 ta kichkina A deylik buni. 2 ta kichkina A. Mana 2 ajratib oldik. Endi bundan bitta resessivni dominant bitta resessiv bittasi bunga o'tkazdik. Endi bunda dominantning bittasi bunga o'tgan bo'ladi. Mana shu holatda yozdik. Keyingisini esa yana bittaga o'tkazamiz. Mana. Endi bunda 2 ta katta bo'ldi. Demak, 6 xil gameta olindi. 6 xil. Endi ulardan son topishimiz kerak. Sonni qanday topamiz? Boyagidek faktorialga hisoblab, ya'ni dominantni birinchi topamiz, resessivni birinchi topib ko'paytirib qo'yaveramiz. Mana shu joyga birinchi yozib ketaman, qarang. Dominant bo'yicha bu tomonga yozaman, resessivni bu tomonga yozib ko'paytirib ketaveramiz. Birinchi mana buni yozamiz. Ya'ni 3 chala dominant gendan nechta hosil bo'lishini. Sm taqsim n teng bo'ladi. Tepada dominantlarimiz 3 ta, 3 faktorial. Pastda ham 3 ta bo'lgani uchun 3. 3 minus 3 taqsim faktorial. Qaraydigan bo'lsak, baribir 1 hosil bo'ladi. Buni bitta.
Keyingisida dominant gen ham bor, resistiv gen ham bor. O'shaning uchun demak dominantni ham resistivni ham hisoblaymiz. Dominantini qizil bilan yozaman. Mana qizil bilan yozaman. S M va N. Qarang. Demak, dominant hisoblaydigan bo'lsak 3 ta, 3 faktorial. Birinchi dominant hisoblaymiz. Pastda gametamiz 2 ta. 2 ta dominant gen bo'lgani uchun 2 faktorial deb oldik. Ayirmasi 3 dan 2. 3 minus 2 va faktorial oldik. Hisoblaydigan bo'lsak 1 2 3 6, 6 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 3. Mana 3 ta bu dominant bo'yicha, mana A deb yozib qo'ydim, dominant bo'yicha. Demak, dominant bo'yicha bu tomonga yozdim. Endi resistiv bo'yicha qarang. S M N. Endi resistiv bo'yicha mana shuni hisoblab ketamiz. Resistivni bu tomonga yozaman. Tepada 2 faktorial deb olaman, qarang. 2 faktorial. Pastda esa bitta. Bitta bo'lgani uchun 1 faktorial oldim. Endi ayirmasi, ya'ni 2 minus 1 va faktorial olamiz. Chiqadi, demak 1, 2 ni 1 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 2 bo'lar ekan. Endi bu resistiv bo'yicha edi. 1, 2 bo'lsa 1. Endi bu resistiv bo'yicha 2 ekan. O'shalarni hozir ko'paytmasdan alohida yana gametralarni yozib chiqamiz. Son nisbatan. Hozir yozyapman, qarang. Endi keyingisiga o'tamiz, mana 3-chisiga. 3-chisiga demak mana shu joyga yozib ketaman, tepadan. Tepadan yozaman, qarangizlar. SM taqsim N teng bo'ladi. Demak, dominant bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, birinchi 3 ta, 3 faktorial. Pastda esa mana bu 3-chi gametamizda qaraydigan bo'lsangiz, bittagina demak dominant geni bor. O'shaning uchun 1 faktorial. Qavsida 3 minus 1 taqsim faktorial. Hisoblaydigan bo'lsak 2 6 ni 2 bo'ladigan bo'lsak 3. 3 bo'lar ekan. Bu ham 3. Dominant bo'yicha. Endi resistiv bo'yicha hisoblaymiz. Mana bu dominant bo'yicha, mana bunday yozib qo'yaman. Endi resistiv bo'yicha M taqsim N. Demak, resistiv bo'yicha 2 faktorial taqsim. Bunda ham 2 ta, 2 faktorial. Qavsida 2 minus 2 taqsim faktorial. 1 bo'ladi. Demak, ayirsak 1. Ya'ni resistiv bo'yicha 1. Mana bu tomonga 1 deb yozdim. Endi buni hisoblaymiz, ya'ni 2 ni to'plamini hisoblab olamiz. 2 ni to'plamimizda demak faqatgina resistiv bo'lgani uchun mikrofon kimdan yoriq bo'lsa, ekran ko'rinyaptimi? O'shani aytib yuborsin kimdadir? Ko'ryapti. Demak davom etamiz. Qarang. 2 ni to'plam bo'yicha endi mana bu resistivni hisoblaydigan bo'lsak, yashil yozaman. S M N teng bo'ladi. Ekran ko'rinyaptimi? Qarangizda, ekran ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti ustoz. Hozir internet o'chib qoldi. Ko'rinayotgan bo'lsa davom etamiz. Qarang. Mana bu resistivli ikkalamizdagi resistivlardan bitta hosil bor ekan. Keyingi pastdagi ikki mana bu heterozigot holatlarni topamiz. Birinchi dominant bo'yicha hisoblaymiz, chunki dominant geni bor bunda. Qarang. Mana bu qora yozaman endi. SM N. Demak, bunda dominant genimiz tepada 3 ta, 3 faktorial, pastda esa bitta bo'lgani uchun 1 faktorial deb olamiz. Qarang, 3 minus 1 bo'ladi. Demak, uni ham faktorial olsak, hisoblaysak 1 ko'paytirib 2 ko'paytirib 3 pastda. Buni 1 ko'paytirib ayirsak 2, 2 ni faktorial 1 ko'paytirib 2 bo'ladi. Demak, bir qisqartiramiz 3 bo'lar ekan. Ya'ni 3. Bu dominant bo'yicha edi. Endi resistiv bo'yicha, mana dominant bo'yicha 3 qo'yib oldim. Endi resistiv bo'yicha hisoblaymiz. Qarang. SM taqsim N. Endi resistiv bo'yicha, demak, tepada 2 ta resistiv bo'lgani uchun 2 faktorial. Pastda ham bittagina resistiv bor. Ya'ni
1 taqsim mana. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak 1, 2 ni 1 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 2 bo'lar ekan. 2 restisi bo'yicha mana. Restisi bo'yicha. Endi bunda menimcha hisoblaydigan bo'lsak, oxirdagini hisoblab qo'yamiz, qarang. 2 ni to'plamimizdagi katta A kattalar bo'yicha. Qizil bo'yicha SM taqsim N. Mana buni hisoblaymiz. Teng bo'ladi. Tepada dominantlarimiz 3 ta, 3 faktorial, pastda 2 ta bo'lganligi uchun 2 faktorial taqsim, ya'ni 3 minus 2 qavchida faktorial, tashqarisida faktorial bo'ladi. Mana 1 6 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 1 ko'paytirib 2 ko'paytirib 3 bo'ladi. 1 ko'paytirib 2 bo'ladi. Qisqartirsak, demak bari 3. Mana bunimiz 3 ta bo'lar ekan mana. 3 to'g'ri 1 2 bu to'g'ri. Mana hammasini endi topdik. Endi ko'paytirib umumiyini yozib qo'yaman. Qarang. Umumiyini mana bu joyga yozaman. Mana shu joyga yozaman. Men mana shu joyga yozib ketaman. Sal qiya bo'lsa ham hech qisi yo'q. Mana shu joyga yozib ketaman. Ya'ni mana bundan qanday gameta olinadi? Katta A, katta A, katta A, demak kichkina A, kichkina A. Qarang. Shundan gameta oldik. Qanday gametalar? Gametalarni mana bunda yozaman hozir. 3 ni to'plam bo'yicha, demak katta A, 3 ta. Keyingi katta A, kichkina A. Keyingi esa katta A, kichkina A, mana. Ikki to'plam bo'yicha katta A, kichkina A va katta A. Mana shuni endi sonlarni yozamiz. Mana bu 1 ni 1 ga ko'paytirsak, ya'ni o'zi faqatgina bitta hosil bo'lar ekan. Mana shu 3 talik dominant bo'yicha. Endi bu dominant bo'yicha 3 ta edi, resist bo'yicha 2 ta. Demak, ko'paytmasi 2 3 6 ta. Keyin buni 3 bo'ladi. Ko'paytmasi. Demak, bundan bitta. Mana bu dominant bo'yicha 3 ta, bu ko'payt 6 ta. Mana oxirdagisi ham 3 ta bo'lar ekan mana. Mana shu ko'rinishda demak nisbati, gametalar nisbati. Tushundikmi? Mana 5 to'plamdagi. Bu 5 to'plam. Qarang, 5 to'plamda shunchalik qiyin uchun, ya'ni ancha vaqtdan uchun tushishi mumkin. Mana shu hol topasiz. Masalan, bu 5 to'plam edi. Mana 5 to'plamining bittasi, ya'ni har xil shaklda bor. Bitta resist bo'yicha ko'rdik hozir. Yoki bu ko'rinishda ham mana katta A resistiv holatda ham bo'lishi mumkin. Bu ham 5 to'plamga ega bo'ladi. 5. Buni ham xuddi shunday, ya'ni mana shular bo'yicha mana asosini tushuntirib o'tdim. Ya'ni birinchi dominantini hisoblaysiz va resistivni hisoblaysiz faktorial bo'yicha. Va ko'paytmasini mana shu shaklda yozib qo'ysangiz mana. Demak, hammasining gametalar nisbati kelib chiqdi. Endi qaranglar. Bering savol. 2 ta katta, 3 ta kichkina yozdingiz-ku. Aha. Ha, 5. O'shani qanaqa ajratamiz 3 ni 2 ni qilib? Mana buni qaysi? Katta yoki kichkina, oxirgiga borib 5 ni yozganingiz. 2 ta katta, 3 ta kichkina yozdingiz bu yerda. Bu tomonda 2 ta katta. Mana buni oxirida yozgan. O'sha. Shuni qanaqa ajratamiz? 3 ni 2 ni qilib. Ana shuni qanday ajratamiz? Qarang, o'zi masala shartida beriladi. Masalan, 5 to'plam bu ham. Ya'ni 2 ta dominant, 3 ta resistiv geni bor. To'g'rimi? Buni qanday ajratamiz deyapsiz. Ya'ni o'zi masala shartida beradi. Masalan, qavsiga yozib qo'yadi-da, 5 to'plamli mana bu holatda bo'lishi mumkin mana. Mana shu holatda ham bo'lishi mumkin. Mana 5 bu ham 5 to'plam mana. 5 to'plam. Ya'ni nima demoqchiman?
buni masala shartni o'zi qavsizligi aytadi. Masalan, 4 ta dominant genli, bitta resessiv genli deb beriladi. Mana shu 5 to'plam ko'rinishda. Bu ham 5 to'plam. O'shani aytib o'tganmiz. Ana masalan, Aha. 3 endi keyin qilib olsak, katta, katta, kichkina, kichkina, kichkina olamizmi yoki katta, katta yoki 3 ta kichkina olamizmi? Siz mana shuni aytyapsiz. Buni ham 5 to'plam bo'lgani uchun 2n, yo'q, birinchi 3n va 2n ga ajratamiz. 2n ga ajratamiz va unda ham xuddi shunday gameta. Masalan, deylik, ikkita katta a bo'lgani uchun bunda 3 ta bo'lishi kerak, ya'ni katta a, lekin kichkina a da bitta mana. Va mana bu holatda katta a, kichkina. Va 3 ta kichkina a bo'lgani uchun mana bunday holatda ham bo'lishi mumkin. Endi 2n da esa mana bunday. 2n da demak bunga ketdi. Mana kichkina. Keyingisida esa katta a, kichkina. Keyingisida esa katta a. Mana shu ko'rinishda. Demak 2 3 4 5 6 xil gameta olinar ekan. Mana buni aytganimda ham 6 xil gameta olinadi. Lekin nisbatlari, sonlari esa mana bu aytganimdek faktorialdan hisoblab topaverasiz. Masalan, aytib o'tdim, o'shanday faktorialdan birinchi dominantni hisoblaysiz va keyin resistini hisoblab ko'paytirib, mana bu joyda qarang, yozganman mana bu joyda. Mana bir chap tomoniga dominantlarni yozdim, o'ng tomoniga resistivni yozdim va ko'paytmasini mana bu tomonga yozdim mana. Mana shu joyga yozdim. Mana umumiy gametalar bilan demak sonni yozdik. Ya'ni 1 6 3 1 6 3 nisbatda kelib chiqdi mana gametalarimiz. Mana bunda esa 6 xil bo'ladi. Uni necha xil nisbatda kelib chiqishini uni ham maydalab Tushundik ustoz, rahmat. Asosi mana shu faktorial bilib olsangiz bo'ldi. Ya'ni aytganimdek, birinchi dominantni topishingiz uchun asosiy, ya'ni berilgan organizmdagi dominantlarni m deb belgiladim. Mana kichkina m harfi bilan belgiladim. Pastda gametadagi katta alarni n harfi, ya'ni n kichkina n harfi bilan belgiladim. Va faktorialga oldik. Mana faktorial. Mana qavs ichidagi m minus n bo'ladi va qavsdan tashqari faktorial. Tepada formula yozib o'tdim, o'sha formulani topib ketaveramiz. Endi digeterozigotaliga o'tamiz. O'shani bitta ko'rsatayin. Vaqtimiz hamiz ancha vaqt bo'lib ketdi. O'shani ko'rsataman va videoni yakunlaymiz. Qarang. Oxirida ko'plar so'ragan, o'shani ko'rib o'tamiz. U qanday bo'ladi? Mana. Bu nechinchi ish bo'lganimizni bilmadim. 6-ish deb qo'yaman. Qaysini ko'rmoqchimiz? Masalan, deylik mana. Deylik. Ya'ni muvozanatli poliploidiyaning digeterozigotalisini ko'ramiz. Muvozanatlini, yo'q, muvozanatsizini ko'rib qo'ya qolamiz. Muvozanatsiz. Muvozanatsiz bo'lgandan keyin, demak, unda toq genlar bo'ladi. 5 ta, 7 ta, 3 ta bo'ladi. Deylik mana. Katta a, kichkina a. Mana va b gen mana. B va mana. Mana shuni ko'ramizmi? Shundan nechta qanday gameta olamiz? Shuni ko'ramizmi? Gametalar qanday olamiz degan savol bo'lishi mumkin. Hozir ovozim eshitilyaptimi o'zi? Qani kimlar bo'lsa ko'raveramiz. Ko'raveramizmi? Ko'raveramiz. Demak, qarang. Buni endi qanday hisoblaymiz desak, buni ham xuddi boya tepada ko'rib o'tdik. 2 ga alohida ajratib oxirida ko'paytirib qo'yamiz, bo'ldi. Ya'ni boyaga nima qilgan bo'lsak, o'shanday hisoblaymiz. Bo'ldi, faqatgina o'sha. Faqatgina digeterozigota bo'lganligi uchun endi sal qiyinroq ko'rinadi. Lekin bu boya o'rgatganim tepadagi
Masalan, mana buni o'rgatdim. 3 to'plamini o'rgatdim gameta olishni. 5 to'plamini o'rgatdim. O'sha bo'yicha topamiz. Qarang, buni nima demoqchiman. Birinchi katta A'larni, A genini alohida yozib olamiz. Alohida yozib olamiz mana shu tomonga. Qarang. A genini alohida yozib olamiz. Demak, A genimiz ya'ni tepadagi xuddi o'zi, ya'ni 5n to'plamga ega bo'laydi. Ko'ryapsizmi? Ya'ni 5n to'plam. Ya'ni tushunib ketishimiz uchun yozib qo'ydim shuni, chunki tepada yozgandik, yozib o'tgandik. B genimizni ko'radigan bo'lsak, B genimiz 3n to'plamli bo'lyapti. Ya'ni 3n to'plamli B va mana shu ko'rinishda. Endi bundagi gametalarni qarang. Bundagi gametalarni mana topdik. Mana bunday gametalar mana shu ko'rinishda topdik mana. Mana shu joyda topdik. Demak, mana gametalar nisbati mana. Mana shu joyda yozib oldik. Qarang. Mana bu ko'rinishda. Katta A, katta A, katta A, katta A, katta A, kichkina a va katta A, kichkina a, kichkina a. Mana shu ko'rinishda. Endi 2 to'plamli. Katta A, katta A, katta A, kichkina a va kichkina a, kichkina a. Mana shu ko'rinishda edi. Va endi nisbati ko'radigan bo'lsak 1 mana bu 6 3. 1 mana bu 6 3. Qarang. Bundagi 1 6 3 ekan. Endi keyingisi katta A. 2 to'plami 3 6 1. 3 6 1. 3 6 1. Mana gametlarni shunday yozib olgandik. Chunki tepada ko'rib o'tgandik buni 5 to'plamni. Biz hozir mana buni ko'ryapmiz. Mana shu ko'rinishdagi. Hozir mana shuni o'chirib qo'yamiz. Ha, bo'ldi, shart emas. Endi buni 3 to'plamidagi b ni bundan gameta qanday olamiz? Demak, 3 talik gameta bo'lishi kerakmiz. 2n bilan n to'plamidagi bo'lishi kerak. Qarang. 2n dan birinchi yozadigan bo'lsak, katta A, katta B, katta B. Mana katta B, katta B. Buni yashil yozaman. Katta B, katta B. Va keyingisi katta B, kichkina b. Endi bittalik, ya'ni n to'plamli. Katta B va kichkina b. Endi ular nisbatini tepada topgandik. Hisoblab o'tirmaymiz. O'shancha tepada topgandik. 1 2 2 nisbatda edi. 1 2 2 1. 1 2 2 1. Qarang. 1 2 2 1. Mana shu ko'rinishda olamiz. 1 2 2 1 ko'rinishdamidi? Tepada o'rgatdim-ku. Ya'ni 3 to'plamli mana shuni tepada ko'rdik. Mana ikkisini alohida endi ikkisini ko'paytiramiz. Qanday ko'paytiramiz? Chunki mana bu ko'rinishni keltirishimiz kerak. Ya'ni gametani umumiy gametaga ko'rinishni keltirishimiz kerak. Qanday bo'ladi? Mana bunday bo'ladi. Birinchi mana buni mana shu gametamizni hammasi bilan yozib ko'paytirib chiqamiz. Mana shuni hammasi bilan yozib ko'paytirib chiqamiz. Tushunyapsizmi? Ya'ni juda katta gameta hosil bo'ladi, ya'ni juda ko'p gameta hosil bo'ladi. Birinchi yozadigan bo'lsak, mana bu gameta olinar ekan, demak. Qarang, mana bu gameta. Katta A, 3 ta katta A va 2 ta katta B bilan. 2 ta katta B. Endi ko'paytmas, birga bir ko'paytirsak, demak bundan bitta. Demak, bitta hosil bo'lar ekan mana. Keyingisi. Endi buni mana pastdagi ikkinchi B bilan ko'paytiramiz. Mana shuni katta A va katta B, kichkina B. Endi ko'paytmas, 2 baravar 2. Demak, 2 ta hosil bo'lar ekan bunda. Mana. Bu gametamiz. Endi pastdagisiga. Demak, katta A, endi bitta kichkina B ning o'zi mana shu ko'rinishda bo'lar ekan. Katta B ning o'zi demoqchim, uzr. Mana shu ko'rinish. Demak,
undan nechta? 2/1 2. Keyingisida qarang. Endi pastdagi kichkina bo'laklarni ko'paytiramiz. Katta A, 3 ta katta A, eng kichkina bo'lma, eng oxirgi bu. Nisbatimiz 1. Ya'ni 1 ni 1 ga ko'paytirsak 1 bo'ladimi? 1. Mana endi pastdagi bilan ham ko'paytiramiz. Ya'ni yanada qiyinlashtiramiz buni qarang. Mana bu bilan ham har birini ko'paytirib chiqamiz. Xuddi shunday ko'rinishda, demak har birini ko'paytirib chiqamiz. Qarang, gapim tushunarli bo'lyaptimi hammaga? Kim eshityapti meni? So'z tushunarli bo'lyapti. Qarang. O'shaning uchun bu juda ham murakkab bo'lgani uchun bu kamdan kam tushmasligi ham mumkin. Endi pastdagini yozadigan bo'lsak, demak katta A, kichkina a. Endi birinchi tepadagisini yozamiz. Katta B. Ko'paytmas 6/1 6. Mana 6. Endi pastdagi bilan yozamiz o'shani. Pastdagi bilan yozamiz. Katta A, kichkina a. Katta A, kichkina a, katta A, kichkina a. Endi buni yozdik. Endi bu. Katta B, kichkina b. Endi katta B va kichkina b. Endi bular ko'paytmasini yozib chiqadigan bo'lsak, 6/2 12 bo'lar ekan mana. 12. Endi 6 ni 2 ko'paytirsak, bu ham 12. Bu 6/1 6. Mana. Mana gametalar nisbat. Bu shuncha gameta olyapmiz faqatgina. Bu organizmdan gameta olyapmiz. Hali organizmlar nechta demak. Ya'ni pastdagi gametani ham xuddi shunday olamiz. Hozir yana internet uzilib qoldi. Davom etamiz. Mana shuni olaylik, keyin darsda yakunlaymiz. Menimcha ko'pga tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Endi bu uchinchisini yozyapman. Endi uchinchisini har biriga ko'paytirib chiqamiz. Buni ko'paytirsak, birinchi katta B ga, endi buni katta B, kichkina B ga, endi buni katta B ga va kichkina B ga. Endi ko'paytmasini yozamiz. Ko'paytmasi 3 ni 1 ga ko'paytirsak, demak 3. 3 ni 2 ga ko'paytirsak 6. 6, demak 3/1 3. Mana. Endi mana buni ham xuddi shunday. Hozir tepadan yozib bo'ldik. Mana shu tepalarni yozib bo'ldik. Endi pastini yozamiz. Ularda ham xuddi har birini mana bu bularga ko'paytirib gametani yozib chiqamiz. Ya'ni ancha vaqt talab etadi. O'shaning uchun tushmasligi mumkin, ya'ni tushmaydi deb umid qilamiz. Endi kichkina a dan katta a dan 2 ta ekan, mana qarang. Katta a dan 2 ta, endi katta b dan 2 ta mana. Va pastdagi mana katta a, katta b, kichkina b. Katta a, katta b va buni bu yoqqa olib turamiz. Katta a, kichkina b. Mana endi buni sonni yozib olamiz. Sonni qanday yozamiz? Ko'paytmas. 3 ni 1 ga ko'paytiramiz. Demak, 3/1 3. 3 ni 2 ga ko'paytiramiz. 6 bundan. Bundan ham 6 va bundan ham 1. 1 3/1 3. 3 ekan, o'zi. To'g'ri yozibman. Endi mana buni yozamiz, pastdagini. Mana buni har biriga ko'paytirib chiqamiz, endi uni ham. Demak, katta A. Katta A, B, katta B. Mana buni ko'paytirdik birinchi. Endi katta A, kichkina A ni katta B, kichkina B bilan ko'paytiramiz. Keyingisini katta A ni kichkina A va katta B bilan
kichkinani kichkina b bilan mana. Endi ularning nisbati, ya'ni son nisbatini yozib chiqadigan bo'lsak, bundan 6 ta edi. 6 ni 1 ga ko'paytirsak, demak 6 kira 6, 6 kira 12, 6 kira 12, demak 6 kira 1 6. Ya'ni katta b katta bga va kichkinani kichkina bga ko'paytiramiz. Demak, mana shu gamet hosil bo'ladi. Endi son yozadigan bo'lsak 1 2 1 2 2 1 2 1. Mana shu gametlarimiz hosil bo'lar ekan. Mana shu gametamiz hosil bo'lar ekan. Mana. Mana shu gameta faqatgina qaysi? Mana shu organizmdan hosil bo'ldi. Ya'ni qaysidan? Mana yozib qo'yaman yoniga. Organizm gametasini. Katta A dan mana kichkina A, katta B va kichkina B. Mana shu organizmdan mana shuncha gameta hosil bo'ldi. Ya'ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 xil. 24 xil gameta hosil bo'lar ekan. Mana shunday. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Ya'ni muvozanatsiz. Faqatgina mana shu aytib o'tganimdek faktorialdan bilib olsak, qarang, muvozanatlida faktorialda faqatgina dominantini topib, o'sha dominantni resessiv va dominant bo'ladigan bo'lsa, o'shani karra ko'paytiramiz, ya'ni kvadratga oshirib hisoblaydigan bo'lsak, boya yozganim topolmay qoldim. Uni tashlab qo'yaman, hozir topib muvozanatlida resessivini, dominantini alohida topishimiz shart emas. Lekin muvozanatsizda ko'rganimizdek, dominant, ya'ni katta A'larni alohida topdik, kichkina A'larni alohida topib ko'paytmasini yozishimiz shart, ya'ni muvozanatsizda. Esda chiqarmang. Muvozanatsizda birinchi katta A'larni topamiz va keyin kichkina A'lar topib ko'paytmasini yozamiz. O'shanda nisbati kelib chiqadi. Ko'paytmasi. Va mana bu holati hammaga qiziq edi, ya'ni mana shu holatda digitrozigotali muvozanatsiz bu. Ya'ni digitrozigotali bo'ldi. Digitrozigotali muvozanatsiz poliploidiya bu. Mana shunday gameta olinishi, mana shuncha gameta olinar ekan. Shuning uchun bu menimcha tushishi qiyin. Yana boshqalarni ham ko'rishimiz mumkin. U masala shartida berilsa, qanday ko'rinishda o'shalarni topib kelsak bo'ladi. Muvozanatli ham xuddi shunday, ya'ni katta B bilan, ya'ni digitrozigotali berilsa, birinchi mana masalan delik, hozir bu muvozanatsiz yozdim, hozir muvozanatligini yozib ko'rsataman. Hozir qarang. Mana bunday berilsa-chi. Qarang. Katta, kichkina. Hozir 2 minut. Mana shu ko'rinishda berilsa-chi, mana. Mana shu ko'rinishda berilsa-chi, hozir uzr. Ya'ni bu digitrozigotalining muvozanatli holati. Buni ham xuddi oson, chunki boyagi katta A ni alohida topasiz, kichkina A ni alohida topib, birma-bir ko'paytirasiz, bo'ldi, tamom. Ya'ni mana buni ko'paytirib chiqdik hozir. O'sha ko'paytiramiz mana. Mana buni har birini, mana masalan katta A ni, mana B ni B ga ko'paytirdik, ikkita katta B ga, mana bunga ko'paytirdik, har birini ko'paytirganimizdek, xuddi buni ham xuddi shunday ko'paytirib ketaveramiz. Ya'ni bu muvozanatli poliploidiya. Bu ham qiyin joyi yo'q, ya'ni A ni, B ni alohida hisoblab, keyin ko'paytirib chiqsak, sonlarni ham ko'paytiramiz. Masalan, buni bilardik, hozir aytaman, qarang. Buni bilardik. Ya'ni mana bunday bo'ladi. Demak, mana va mana. Qarang. Mana shuni tez ko'p o'rgatib ketaman, mana qarang. B, katta B va mana katta B, kichkina B, mana kichkina B, kichkina B. Buni nisbatini bilardik, ya'ni 1 4 1 nisbat, to'g'rimi? Buni ham xuddi shunday, ya'ni 1 4 1 nisbat. To'g'rimi?
Chunki ikkisi bir xil bo'lyapti. Endi bularni gametani oladigan bo'lsak, bunga ko'paytiramiz, birinchisini, keyin bunga ham ko'paytiramiz, bunga ham ko'paytirib yozamiz. Masalan, birinchisini yozadigan bo'lsam, mana katta A, katta B, katta B bo'ladi. Va nisbatini soni 1 ga 1 deb bo'lsa, demak bitta. Keyin mana shu A ni, ya'ni pastdagi bilan. Masalan, katta A va katta B, kichkina B. Yozadigan bo'lsak, 1 ni 4 ga ko'paytirsak 4, mana 4. Endi pastdagi bilan. Qarang. Katta A, kichkina B mana. Ko'paytirsak 1 kira 1 1. Pastdagi. Endi buni yozaman mana. Buni ham har biriga, bning har biriga ko'paytiraman. Qarang. Katta A, kichkina B ni, kichkina A ni, uzr. Qarang. Katta B ga ko'paytirsak 4 kira 1 4 mana. Endi mana bunga pastdagi. Katta A, kichkina A ni, katta B, kichkina B ga. Lekin 4 kira 4 16 bo'ladi. Qarang, 4, buni oldida 4 bor, uni oldida 4 bor. 4 kira 4 16 ta bo'lar ekan bunda. Endi buni pastdagi uni B bilan. Demak, katta A, kichkina A ni, kichkina B bilan. 4 kira 1 4. Endi mana bu pastdagini har bir B ga, Bning har biriga. Kichkinani, katta B, kichkina, katta B, kichkina. Kichkina B. Endi 1 ni 1 ga ko'paytirsak 1, 1 ni 4 ga ko'paytirsak, demak 4, 1 ni 1 ga ko'paytirsak 1. Mana shu nisbat. 1 4 4 6 o'sha holatda. Mana shu holatga qo'yib mana bo'ldi. Kimda muammo bo'lsa, ya'ni bu mana nima demoqchiman? A bilan B keldimi, ya'ni digidrozigotalik keldimi? Birinchi A larini hisoblang. Qanday bo'lsa ham A larini tepada o'rgatdim. O'shanda hisoblaysiz. Mana bu B ni ham alohida hisoblaysiz va ko'paytmasiz. Buni bunga har bir ko'paytmasiz lekin. Masalan, katta A ni katta B ga ko'paytiryapmiz, katta A ni bunga ko'paytiryapmiz. Bunga. O'sha ko'paytirish bo'yicha demak topiladi mana. Kimda savol bor?